Me'da osti bezi. Pankreas. Bizga ma'lumki, me'da osti bezining boshi, kaput pankreatis, tanasi, korpus pankreatis va dumi, kauda pankreatis bor. Me'da osti bezida endi endokrin funksiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, Langerhans orolchalari bo'ladi. Aynan o'sha orolchalarda ikki xil hujayralar bor. Mana bu rasmda biz ko'rishimiz mumkin. Demak, Langerhans orolchalari juda ham kichkina bo'ladi, lekin soni juda ko'p bo'ladi. 1 millionga yaqin Langerhans orolchalari bo'ladi. Langerhans orolchalari asosan dum qismida ko'p bo'ladi. Boshqa qismida ham bo'ladi, lekin kamroq bo'ladi, lekin dum qismida juda ham ko'p bo'ladi. Endi Langerhans orolchalarining ichida ikki xil hujayra bo'ladi. Alfa hamda beta hujayralari bo'ladi. Alfa hujayralari glukagon, beta hujayralari bo'lsa insulin gormonlarini ishlab chiqaradi. Demak, alfa hujayralari ishlab chiqaradi glukagon, beta hujayralari insulin. E'tibor qilishimiz kerak, ikkalasi ham bitta o'sha Langerhans orolchalari sathida ishlab chiqariladi. Endi insulin bizga ma'lumki, qondagi qandni parchalab, demak, zaxira sifatida mushaklar va jigarda yig'adi. Glukagon bo'lsa, unga antagonist, ya'ni o'sha zaxira sifatida yig'ilgan, demak, glikogenni glukozaga aylantirib, yana qonga chiqarib beradi. O'sha uchun bular bir-biriga, demak, antagonist gormonlar hisoblanadi. Keyingi bezimiz buyrak usti bezi, glandula suprarenalis. Bu ham juft a'zo hisoblanadi, demak, o'ng hamda chap buyrak usti bezlaridan iborat. Endi buyrakni joylashishiga ko'ra bizga ma'lumki, demak, chap buyrak biroz yuqoriroqda, o'ng buyrak biroz pastroqda bo'ladi. Demak, o'ng buyragimiz biroz pastroqda, chap buyragimiz biroz yuqoriroqda bo'ladi. Sababi o'ng buyrakning ustida, demak, jigar joylashgan bo'ladi. Shuning uchun ham o'ng buyrak biroz pastroqda bo'ladi. Chap buyrak shuning uchun ham yuqorida bo'ladi. Shuni hisobga olgan holatda buyrak usti bezida ham xuddi shunaqa. Demak, o'ng buyrak 2 sm, chap buyragimizga nisbatan, demak, o'ng buyragimiz pastroqda joylashgan hisoblanadi. Endi buyrak usti bezida o'zi umuman olganda 3 ta qirra va 3 ta yuza mavjud. Mana bu imlajda mana ko'rishimiz mumkin. Demak, buyrak usti bezining oldingi yuzasi fascis anterior, orqa yuzasi orqa tomonda fascis posterior va pastki yuzasi fascis inferior. Endi bu buyrakka qaraganligi uchun ham fascis renalis ham deb aytiladi. Buyrak usti bezining qirg'oqlari, demak, yuqorigi qirg'og'i, biz buni margo superior deymiz, oldingi qirg'og'i, margo anterior va albatta orqa qirg'og'i, margo posteriorlar bor. Buyrak usti bezi qorin parda orqa bo'shlig'ida joylashgan a'zo hisoblanadi. Shu uchun ham uni oldingi tomonida qorin parda chegara hisoblansa, orqa tomonida bevosita diafragma chegara hisoblanadi. Ikkala buyrak usti bezining ham orqa tomonida, demak, diafragma bo'ladi. Va medial tomonida endi, demak, mana o'ng buyrak usti beziga oladigan bo'lsak, medial tomoni vena cava inferiorga va chap buyrak usti bezini medial tomoni bevosita qorin aortasi, pars aorta abdominalisga qaragan bo'ladi. Mana bu rasmda ko'rishimiz mumkin buyrak usti bezining ichki tuzilishi. Demak, buyrak usti bezi o'zi aslida tashqi tomondan uchburchaksimon yoki piramidasimon, ba'zi adabiyotlarda ispan shlyapasi ko'rinishida deb aytiladi. Buyrak usti bezi ikkita qismdan iborat, ichki tuzilishi bo'yicha. Uning po'stlog'i hamda mag'zi, demak, korteks hamda medulla qismlari bor ekan. Demak, glandula suprarenalisni po'stloq qismida 3 xil hujayralar bo'ladi. Endi men faqat bitta tomonini chizdim. Bular koptokchali, birinchi qavat hujayralar, dastali, ikkinchi qavat hujayralar va uchinchi qavat hujayralar to'rsimon hujayralar hisoblanadi. Demak, koptokchali qavat hujayralaridan, demak, aldosteron gormoni, ya'ni mineralokortikoid gormonlar ishlab chiqariladi. Aldosteron gormoni bu filtratsiya jarayonida
demak natriy va suvni qayta so'rilishini nazorat qiluvchi garmon hisoblanadi. Keyingi garmonimiz bu glyukokortikoid garmon. Dastali qavatda ishlab chiqariladigan garmon hisoblanadi. Glyukokortikoid garmonlarga demak ikkita garmon, gidrokortizon hamda kortikosteron garmonlari kiradi. Bularda asosiy vazifasi yallig'lanishga qarshi ta'sir, juda kuchli yallig'lanishga qarshi kuchli ta'siri bor, hamda allergiyaga qarshi juda ham kuchli ta'siri bor. Bundan tashqari moddalar almashinuvida oqsil hamda uglevod, yog'larning almashinuvida ham demak katta roli bo'ladi. Keyingi qavat bu to'rsimon qavat. To'rsimon qavatdan ishlab chiqariladi androgen garmon ishlab chiqariladi. Bu demak jinsiy a'zolarda shakllanishida rol o'ynaydi va jinsiy a'zolarda demak ikkilamchi jinsiy a'zolarda rivojlanishini ta'minlab beruvchi garmon hisoblanadi. Mag'iz qavatida bo'lsa ikki xil hujayralarni biz ko'rishimiz mumkin. Demak, epinefrotsitlar va norepinefrotsitlar. Epinefrotsitlar adrenalin ishlab chiqaradi, adrenalin garmonini ishlab chiqaradi. Norepinefrotsitlar noradrenalin garmonini ishlab chiqaradi. Adrenalin garmoni bu bevosita yurak mushaklari qisqarishini kuchaytirib, yurak faoliyatini kuchaytirib, qon bosimini demak oshirib beradi. Noradrenalin bo'lsa bu qon tomirlar devorini toraytirib, bu ham qon bosimini oshiradi. Demak, ikkalasi ham qon bosimini oshirganligi uchun, bir xil funksiya bajarganligi uchun katexolamin garmonlar deyiladi. Ya'ni vazifasi bir xil bo'lgan garmonlar turiga kiradi.